Savol. Hozirgi paytda ba'zi adashgan kimsalar ayollarning jamiyatda faoliyat ko'rsatishini cheklab, ularning bu ishlari xato ekanini aytib, uydan chiqmasligi zarurligini aytishmoqda. Bu so'zlariga dalil sifatida Alloh taoloning o'z uylaringizda barqaror bo'linglar oyatini keltirishmoqda. Aslini olganda bu masalaga shariatda nima deyilgan? Bu oyatning to'g'ri talqini qanday? وليس خطابا لكل النساء أبدا هذا خطاب لأمهات المؤمنين. Mazkur oyatdagi buyruq Nabiy alayhissalomning ayollari, mu'minlarning onalariga tegishlidir. Buni barcha ayollarga aytilgan buyruq deb bo'lmaydi. Alloh taolo faqat u zot alayhissalomning ayollariga uyda o'tirishni buyurgan, yer yuzidagi barcha ayollarga emas. Zotan ayollar ilm olish, ilm berish hamda umumiy ma'noda ishlashga buyurilgan. Tabiiyki bu jarayonlar uydan tashqariga chiqishga, hatto ba'zi o'rinlarda boshqa o'lkalarga safar qilishni ham taqozo qiladi. Bu o'rinda har bir holat uchun shariatda o'ziga xos ko'rsatmalar belgilab berilgan. Alloh taolo shayton fitnasining oldini olish, tuhmat, bo'xton eshigi yopilishi maqsadida ba'zi cheklovlarni qo'ygan. Qolaversa, ayollarni yo'ldan og'dirish uchun juda ko'p urinishlar bo'ladi. Ayollarga turli mintaqalarda turlicha muomala qilinishiga olib keladigan bu holatni shariatga bog'lash to'g'ri emas. Zotan Alloh taoloning ayollar borasidagi hukm bir xildir. Turli o'lkalarda ayollarga nisbatan turlicha munosabatda bo'linishi bu har bir diyorning o'z urf-odati, qadriyatlariga qarab farq qiladi deb aytish mumkin.